Novostroyka 1 kvadrati $1000, $1200, грубо говоря, ichiga kirsangiz agar remontini chiqib qo'ygan. Faqat nomidan Novostroyka. Lekin hozir mana shu uyga kiryapman-ku, operatorlar shu dizayni yorib qilgan. Bitta mana shuni o'zi $1000 tursa kerak. Ya'ni to'g'risi mana shu kattagina zalni alajinida qo'yib ketasiz operator. Bu 87 kvadrat 4 xonalik, o'zim adashib ketyapman to'g'risi. Bu bitta xonasi, operator keling. Mana bu ikkinchi xonasi. Wow, deyishadi odam. Wow. Mana shu garderob shkafi bor, 9 panli divan, biralarni mana shu dahshat qilgan. Mana shuni o'zi $900 turar ekan. Gapni to'g'risi men shok. Mejli komnatni eshikni o'z sanab chiqdim. 8 ta eshik qo'yganlar akamiz. Mana shu zakrati balkon bo'ladi. Bunga bitta batareyasi ham bor. Dizayn mana shu yana bitta xonasi. Detski bo'ladimi? Ofis qilasizmi o'zingiz uchun? Eshiklarni asha magnitli zo'ri turibdi. Ikkinchi bu 3-chi xonasi. Ana endi 4-chi xonasini bitta ko'rsatamiz. Operator asha dahshat qilgan mana shu dizaynlarga alohida e'tibor berasizlar. Mana bu 4-chi xonasi. Har bitta xonasiga trezasi bor, bez buluxo, batareya qo'ygan, lokomotivli katel. Yangi remont qilgan, hali hech kim bu yerga kirib yashamagan. Faqat srochniy sotiladi, 1 soatda sotiladigan uylardan. Operator endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxnini ko'rsatamiz. Mana shu yerda garderob shkaf razbijnoy qilgan akamiz. Buni ham mana shu yerga kimlarni qo'yadimi, velikni qo'yadimi, любой narsa qo'ysa bo'ladi. Ana endi kuxni. Mana shu yerda kuxni bo'ladi. Ayollarimizni orzusidagi kuxni. Rakveni, mana shu stralniy mashina, gaz plita, vitishka sensorni turibdi, duxovka turibdi, lokomotivli katel turibdi zo'ridan. Mana shu yerga o'tirib yeydigan batareyasi ham bor. Eng qizig'i, mana shu yerda balkoni 1.20 ga 8 metrlik balkon. Tashqari tarafdan ham olamiz. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, 87 kvadrat, narxi 86 ming, yana ozgina savdosi bor deyaptilar. Pul zarurligi uchun sotilyapti bu xona. O'zlari uchun qilganlar. Mana shu cho'miladigan xonasi, rakvenisi ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, biz pastdan nomer qoldiramiz, so'rashni aloqaga chiqinglar. Keyin men topolmadim, menga shunaqa uy topib bering demanglar. Abu Rayhon Beruniy ko'chasi, Pavarot chorrahasi, chap qo'limiz Fresco kafesi. Mana shu 9 qavatli binoni 3-qavatda Yevro remont va dahshat kvartiramiz hozirda srochniy sotuvga chiqdi.